Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Obunachilar, bugungi videomiz katta zdaniya olib katta ish boshlaman deganlar uchun bo'ladi bu. Manzil esa Ellikqal'a tumani Bo'stonda bo'ladi. Yo'llarni yomon bo'lsak, Bo'stondan bu yerga chiqib ketaverish yo'limiz bo'ladi bu. Bu tarafdan kelsak, bu yerdan Bo'stonga kelib kelaverish yo'limiz bo'ladi obunachilar. Zdaniyamiz esa shu yerda bo'ladi yana. Kelaverish yo'limiz bo'ladi bu. Orienter Neftobazni yonboshi bo'ladi. Shu zdaniyamiz srochniy sotiladi. Variantlarimiz hamma turi bor. Kanalga yangilar obuna bo'lib, bir like bosib qo'yishni unutmaymiz. Shunday zdaniyalarni bilan do'stlarga videoni tashlab qo'yamiz. Tayyor. Giraverishimiz yana. Shunday xonalari ko'p yana. Yana xonalari. Arka tarafina. Arka tarafida ham obunachilar şimdi yerlere bor ekan. Zdaniyaning yine görünüşü. Arka taraf. Bir yakayına obunachilar kelaverishimiz katta evde. Katta zalga evde yine xonalar bor. Addiy hamma xonasi. Kattaroq kichikroq yine xonalar. Ben yine kattaligini götürsüler. Bir yine xonaları. Yine. Şimdi holatda görünüşü. Plastik aynalar koyulgan. Bir de yine bir xonasi. Bir de yine bir xonasi. Bir de bir eshigimiz bor, giraverishimiz. Yine obunachilar şu zdaniyamiz yine. Variantni hamma turi bor. Pullarning yetmasa turib berish, barter, sarter hamma variant bor ekan. Ekrani bizning egasini telefon nomerlari bo'ladi. Bahasi esa telefonda kelishadi ekan. Zdaniyamizga ko'rdinglar, ish holatda ustilari yine iberlar plita bilan bostirilgan. Shuni zdaniyani ko'rib turibsizlar. Görünüş holatı.